Kechasi 12:01 bo'lyapti. Nimaga g'o'llayapti bu deb chiqdim. Ko'zni qaraylar yana shuni. O'yna. Hey. Hey. Mashlarda anaqalar yuradi-da. Chiya bo'rilar deysizlarmi? Shakallar, mashnaqalar kelib qoladi bir xil paytda. Bir xillar uyda kuchi boqib bo'lmaydi, unaqa bunaqa. Men itni yomon niyatda emas, qo'riqlash uchun olganman. Xuddi men jo'jaxonam bor. Mana tovuqxonam bor katta. O'shalarni qo'riqlaydi. Bu akajitsi mamni 10 ta darmayot o'tirgan ekan, choyxona qilib soat 1 bo'lyapti. Futbol ko'rib. O'shanga bu bo'lyapti. Hozir men bilan yedirish zo'r yo'li kuchugimni qo'yib yubormoqchiman.